Kelaveringiz. Ne çıkıp varsa bola. Assalomu alaykum azizlar. Mana bizning navbatdagi safarimiz Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi Sinigori Moviy tog'lar dam olish maskani o'sha atrofdagi tog'lariga keldik. Ertalab yetib kelgandik. Yomg'ir edi hamma joy. Mana endi hozir yomg'ir tinib osmon ostida ochilib endi bir tog'lariga yengilgina sayr qilib atrofda manzaralarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Qani sayohatni boshladik. Hasan cho'kishni ber. Chiqmasang. Qasam Hasan sen? Juda güzel. Manzaraga. Bunlar çıkıp beni yaptı. Kaçıyorlar. Bir de acayip dachaga o'xshagan joy qurilgan ekan. Yana bitta dacha bor ekan. Mana shuni Moviy tog'larga kelib dam olsangiz, mana shu manzarani ko'rib dacha o'tirasiz. Sizlar Toshkentdan 3 kilometr, 3 kilometr uzoqlikda. Turing. Yomon chiqyapti. Dashrasi ko'rinmaydi avval. Juda ajoyib. Zorlar. Tarafga qarasang yana qaragin kelaveradi. Onasini esa mana tomon orasida chiroyli manzara bor ekan, biz ko'rmadik bu yoqda. O'zi tomondan chiroyli joy. Ayna bulutlar qaranglar go'zalligini. Archalar tog'lar orqasida. Yaxlaysan hozir. Ketgan bosh ketamiz. Osmon. To'ymaysan. Kinglar.
Bu taraf. Ne o'ta güzel ekan lekin. Bu manzara. Pustynja. Xudoga shukr. Qorlar bor ekan. Tepalarda qorlar bor ekan. Xudoga shukr. Alhamdulillah. 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 Çok qo'rqinchli. Bu go'zallik. Kelish kerak, ko'rish kerak. Bir soat mashina bilan kelganimizdan keyin 1 soatdan piyoda yurmak. Mana shu go'zal manzaraga chiqib oldik. Endi yuqorilab mana bu tomonlarga qancha yursa tog'da shuncha go'zallashib ketaveradi. Qancha yuqoriga chiqarsangiz shuncha chiroyli manzarani ko'raverasiz. Kelish kerak, ko'rish kerak. Mana qorli tog'larda bulutlar ketib, tepalar ochilyapti. O'zgacha go'zal. Bu qor yo'q vaqti ham chiroyli. Qor bor vaqtingda o'zgacha chiroyli. Archalarda ham kattaligini. Shunchaki tomosha qilish kerak. Allohni go'zal ne'matlarini ko'rish kerak, tomosha qilish kerak. Bu kayfiyat, bu go'zallik. Gapirib bera olmayman sizlarga. İçimdagi hissiyotlarda. Mana bulutlar ketib to'liq ochildi. Quyosh bilan. Sevgilim güzel. Chegara mana shu tog'larda orqa tomoni Tojikiston Respublikasi, tomoni O'zbekiston. Alhamdulillah shu joylarga yetkazgani, shu manzarani ko'rsatgani. Shunchaki ozgina tepaga chiqay dedim, qaytaman dedim. Keyin yana ozgina chiqaychi dedim. Ko'nglim nimadir sezganday bo'ldimi? Tepaga chiqdim. Ko'rsatgan nima gaplaringiz bor? Salom xabar. Keyinlar. Yaxshi joylar ekan, toza havo ekan, tabiiy archalar ekan. Nafas mahsul. Meditatsiya qilyapman. Bo'lib ketayotgan ko'chalar qarab. Bunday aylanadi. Maviy dog'lar. Nimasi moviy? Ha? Maviy osmondagi turibdi. Hozir borsang osmon moviy ko'rinadi. Yo'q. Ko'p turadi boshqa vaqtda. Ko'p ko'rinadi. Bunday qarasangiz odatiy kunlarda mana ko'kday ko'rinadi. Qarg'ami? Mochimi burgutmi? Burgut nima qiladi? Qirg'iy bo'ladi. Burgut nima qiladi? Sen o tog' gapirmang. Burgut oling.
Burgut nima qiladi? Onasini ham sinab qo'ysanglar. Qayerda bo'ladi burgut? Men Ohangaron yo'lda lochin ko'rdim. Shaharda qafas ichida bo'ladi. Zapasda bo'ladi burgut. Ketdikmi bo'ldi? Kazarma u. Chas. Chas. Qo'yurban kim bor? Mashinaga ham qo'yaveraman. Yaxshi bermaydi deyishadi mashinaning. Let's go! Manzara bor-ku. Juda go'zal turibdi. Go'zallikni ko'ringizlar. Adam bajarmaydi. Bizga shu tomonga chiqib keldik. Mana kelganlaringizda mana shu joy bilan chiqib to'g'riga chiqib ko'rsalaringiz shu manzara ochilar ekan. Mana bizda bugungi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Mana bu tog'lar archalar. Mana bu tarafda ajoyib archalar. Endi bu biz do'stlar bilan ozroq Tapchanda joy olib o'sha joyda dam olgani keldik. Moviy tog'larning ichida o'tgan yil kelganimizda Moviy tog'larning ichida tapchanlar, pulli tapchanlar bor ekan. Bu yil ularni oldirib tashlab, tog' kombinatda faqat putyovka asosida o'zlarining xodimlari keladigan qilib qo'yishibdi. Endi qishloqning o'zida tapchanlari bor ekan. Bizlar 300 mingdan gaplashdik, 400 ming turganiga 300 mingdan gaplashdik. Endi 400-500 dan boshlanib, bu yog'i ko'tariladi. Endi sezon endi boshlanyapti. Ajoyib. Shu 5 gacha tapchanda o'tirib, keyin mana 1,5 soat tepaga chiqib, archalar orasida sayr qildik. O'ta ajoyib. Nima deyman? Sizlarga ham kelingizlar. Oilaviy bemalol do'stlar davrasida kelib, dam olib, aylanib mana. Mana shu Toshkent viloyatidagi, men o'ylaymanki, Toshkent viloyatida eng yaxshi archazorlardan biri mana shu Sinigori va Lashkerak hisoblayman. Archalari quyuq, ko'ringanda ham o'ta chiroyli ko'rinadi. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha, xayr. Sog' bo'lingizlar, sayohat qilingizlar, sayohatga chiqingizlar. O'ta go'zal.